Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan bugun men Zafar bo'laman. Короче, bugun Erangel o'ynaymiz. Bu hali mening birinchi videoim bo'ladi. Biz hozir o'yinda shart qo'yamiz. Qaranglar. Taxminan 15 ta kill qilishim kerak va top 1 ni qo'lga olishim kerak. Agar qila olsam, menga obuna, comment, like hammasini bosib qo'yinglar, iltimos. Biz keyingi oyda allaqachon hali 1000 ta bo'lishimiz kerak. Siz kirsaydi. Короче, akkauntni ko'ryapsizlar. Level 70, kolleksiyasi 39 va o'yin boshlandi. Xullas, bolalar video qisqartirilganda, shuning uchun biz allaqachon samolyotdamiz. Birinchi top samolyot ekan. Men ham chiqaman, qaranglar. Aytdim-ku chiqaman deb. Ozgina tezlashtiraylik-da o'zi. Mana bolalar, allaqachon biz tushyapmiz. Ölmeydi mi? Birinchi o'lgan, uchinchi o'ldi. Şuna qarada buni. Hali to'xta. Like bilan obuna bosib qo'yinglar, bolalar, iltimos. Bu обязательно kerak. Biz hozir skulga tushamiz, u yerda qattiqlar bo'ladi. Lekin urolmasam shu alam qiladi-da. Tushganda ana shu metga qo'yasiz, keyin 700 bo'lsa tushsangiz tez tushasiz-da, sizga ana shu ma'lumot bo'ladi. Bilganlar biladi, bilmaganlar yo'q. Ustida ana shu meniki allaqachon yuz qoldi. Ana shu 700 bo'lsa tushsangiz tez tushadi-da. Shuni bilib qo'yinglar. Mana bu botmi yoki qattiqmi, mana bu ham botmi yo'qmi bilmayman. Shuni kirib olamiz. Mana shu yerda odam bo'lishi kerak. U o'ldi, dabit qilib yoradi, komandaga yordam bo'ladi. Ana shu komandaning uyida ana shu. Minus bitta. Qachon darabashni oldim. Drabavik deydim onu.
o'zi bilan shak bersangiz qattiqga o'xshaysiz-da. Kuchliganni yo'q, endi botga o'xshamaysiz deyman. O'zi bilan qaysi bot shak beradi ha? Qarang, rost taxmin qilaman. Shu pastimda birinchi etajda Skarli bor edi. Bu tomonda emas, ana shu yerda. Ana bot ko'radi. Bu yerda yo'qmidi? Mana yo'q. Birinchi ham o'lgan, uchinchi ham o'zi nok bo'lgan. Ham o'li desangiz bo'ladi. Qatta desam, ancha uzoqda ekan risalkada deb o'ylabman. Ularni ko'tarib kelaylik endi, xafa bo'lmasa kerak, chunki bitta Irangelni pashni tugatib qo'ygan. To'xta. Sen bot emassan, bilaman, sen odamsan. Birga bir urushasanmi, birga bir olasanmi? Birga bir desam, to'rga bir kelibdi-ku bular. Qatta yo'qoldi bular o'zi. Bitta minus. Bu odam emas ekan. Bitta minus. Minus. Bot ekanini men 4 kishi desam, odam deb o'ylabman. Zonada o'lgan ekan, men bironta qattiq paydo bo'libdimi desam, 3-chi ham chiqib ketgan, bilmasam endi. Ana. Bu qattiq bo'lsa kerak. M20. Bu haqiqatdan ham qattiqroq ekan. Bu qatdan uribdi endi meni. Bitta bombani urib bilmadimi? Aptekalarni bosib yuboramiz. Bo'lmadi shu ham. Apteka bosamiz, keyin ketamizmi oldiga. Yoki mashinada meni urib qo'ymasa bo'ladi, lekin agar qattiq bo'lsa-chi. Masalan, men bunaqa qila olmayman-da. Mashinadan urish menga oson emas. Ayniqsa mening Bigfootda. Shunday ketamiz. Shakber. Da. Ko'rdimmi? Dropni oldimmi? Bu abim bilan uryaptimi nima? Lekin ozgina qoldi o'lishimga-da o'zi. Ozgina jonim qoldi. Agar jonim to'lmagan bo'lsa, ulardan botni ham pachoqlab ketamiz. Menimcha 15 ta desam, 15 ta naq qilamiz. Kim urdi seni 4-chi? Bitta sen qolgansan menimcha. Ular qattiqlar. Tushundim. Hammasini tushundim. Men bunday qila olmayman, kechir. Ular bot emas. Men endi shu uyda o'zi ularni urishim kerak. Plus bolalar. Agar eplasam like, obuna, let's go bolalar. Sizlarga ishonaman.
Bu o'tiribdi M20 turda. Olarlanib qolganmanda M216 deb. Qaraylik, mana bu botmi bu odammi bilmayman. Bitta qilas, nima qilas? Bitta olovchani olas. Nima qilas? Jonsa bu men dabit qildim. Kil o'g'irlash deydimi buni? Bu nok ekanman, ko'rmagan ekanman. Qani bo'yaga endi. Yo'q. Ana. Yomon kirishayotganda daraxtni qayerda tiqib o'tilib, kelyapti. Hayajonlashga hojat yo'q. Ana. Bittasi ketdi. Olov bilan endi uni lut qilishimiz kerak. Olovini olishimiz kerak. Yema. O'zimnikka yonmaydi. Buni bombachasini qarayib. P90 abi, bu qatdan oldi bularni. Kim qo'ydi buni? Yana o'qini qaranglar. O'zim ochilib qolibdi bunaqa lutchilarga. Bunisi ham desam agar bu yesa bular qanday qiladi buni? Bir qolibdi, boyagi emasmi? Bu ana bu tomonda poylab o'tirgan edi. O'sha qayerda lekin? Mana bomba bilan urib qo'ymasa bo'ldi. Shu yerda bu. Dropni oldi emasmi? Zona hozircha zona bizda. Lekin qayerda ekani? Ana shu yerda bo'lish kerak, ana shu tomonda. Yoki o'tganmi allaqachon bu tomonga? Zonani bilmadim, o'zim shu yerga o'tirishim kerak. To'xtanglar, biz zonaga boraylik. Agar u ham bo'lsa, lekin biz o'lishimiz mumkin. Mana aytganimizdek, taxminan dedim, mana 16 ta kill qildik. Like bilan obuna bosib qo'yinglar bolalar, iltimos sizlardan. Ishonamasizlar, bu ishni qila olasizlar. 1 mingta qilaylik. Qani endi. Shu paytda ham gaz o'chadimi? Kirdimmi? Nima edi bu? O'z tepadan uradi-da bizni. Men nimadir sezyapman-da, o'zi o'lib qolamanmi yo? Orqadan kelmaydimi bu? Men mana shu yerda yotmoqchiman-da. Topir biznikimi yo'qmi? Aytinglar, bolalar. Kim qolgan ekan? O'lamanmi, yo'qmi? Buni kim? To'xtana, menda P90 bu. O'qni qaranglar, birga bo'ladi bu narsa. Zona kichaytirilsin tezroq. Mana shu yerdami? Yuramasmi? Zona kelyapti. Biz ham yotib turamiz. Va biz ko'ramiz. Va ikkita head bilan uni yedim oxirida. Lekin hozir meni biron narsa bilan urib qo'yadimi degan paytim urib qo'ydim men uni. Xullas bolalar, biz aytganimizda turdik. 15 ta deyman, 17 ta bo'ldi. Endi kilga nima qilamiz? Mana top 1 dedik, top 1 oldik bolalar. Like bilan obuna bosmaganni. Hazırlaştım. Qarashchi, 1 mingta bo'lishimiz kerak. Men hali yana videolar chiqaraman. O'z qani kulgu.
Lekin bu mani birinchi videomda top 1ni oldimda, короче. Xayr bo'ldi. Sizlar bilan Zafar bo'ldi.